Assalomu alaykum. Mana yangi mahsulotimiz, xudo xolasa. Bu uzunligi 1.52 ekan, shtankamizniki. Gantilchalarimiz bu 35 santimetrdan uzunligi. Xo'sh. Bilak uchun alohida bu 1.20 ekanmi, shunaqa ekan. Bu toshlar 5 kilolikdan 4 ta, 2,5 kilolikdan 4 ta. Xo'sh, 1.25 dan 6 ta, yarim kilolikdan 6 ta bor ekan. Umumiy hisobda hozir hisob kitobini olmayapman, 55 kiloda umumiy hisobda. Lekin toshlari 40 yarim kilo ekan. Toshini o'zi. O'rtasidagi shtankaniki menimcha mana shu og'ir, mana shtanka mana shu turishi 55 kilo bo'lishi kerak menimcha. Endi umumiy hamma toshlarni ildirgan vaqtida. Demak, shunda 15 kilo to'g'ri kelyapti mana shu o'rtasidagi. Mana shu ko'rinishda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.